kartoshka urug'larni o'ndirib olib, bunaqa qilib, chiroyli qilib ekishni boshlab yubordik, xudo xolasa. Havo dehqonlar. Yerimiz tayyor. Hop. Hektariga 150-200 kilodan amopos oldik. Keyin mana shunday qilib 20-25 ga mitadan urug'ni qo'yib ekyapmiz. Dalamizda atmosfera o'ta kuchli. Endi hozir traktorimizni olib kelib solib ko'ramiz qani. Bizi traktor bu kartoshkalarni qanday ko'mar ekan, hozir solib ko'ramiz. Hop, dehqonlar, traktorimiz keldi mana. Hop, mana shu holatda agitlarimiz, orqada ikkita molasi. To'sali agitdan qo'yamiz. Kartoshkalarni mana shu holatda o'rtacha 20-25 sm holatda qo'yib olib, kartoshka urug'lar o'sha Rivero degan sortda, buni o'zi bo'lishni yoqtirmaydi degan, o'shaning uchun kattalarini ikkiga bo'ldik xolos, qolganlarini butun ekyapmiz. Hop, 1,5 gektar yerni yarimidan ko'pini ekib bo'lishda ayollar terishib bo'ldi. Mana bu holatda 76 ga ekilgan. 76 agat olingan. Shu agatni o'rtasini yorib qo'yilganda, mana endi hozir ekib bo'lindi hisoblanadi. Mana shu holatda ekib bo'lindi. Endi buni ustidan salafan tortib qo'yamiz. Salafan tortishni ham xudo xolasa videoni davom ettiramiz. Rolda o'zim, traktorda o'zim, o'shaning uchun to'liq video ola olmayapmiz. Xudo xolasa to'liq videolarni ham olamiz. Juda ham chiroyli, ko'ngildek bo'lyapti, havo dehqonlar. Men bu kichkina traktorchada bunaqa qilib eplalaman deb bunchalik chiqadi o'ylamadim. Ko'nglimdan ham ziyoda chiqyapti, xudo xolasa. Harakat qildik, mana shunaqa qilishga sababini qildik, xudo xolasa yaxshi ishlarimiz chiroyli ketyapti. Mana shu holatda 76 agatni o'rtasini yorib qo'yilgandi, kuzda tayyorlab, yo'llarni solib. Bu videoni oldingi qismlarida yer tayyorlashlar, kuzda misol go'yin solinib yer tayyorlanishlari, hamma balki qancha go'yin tushganlari, 72 ta mashinada tushgan jami. 69 ta dedik, ertasi kundan 3 ta mashinada kelgan, bitta 2 ta zilda, bitta kamazda. Shunday bo'lib jami 1,5 gektar yerga 72 ta mashinada 69 ta gazelli 3 ta, 3 ta 2 ta zilda, bitta kamazda bo'lib 72 ta jami go'yin tushgan. Go'ynlar qanday yayilgan, kartoshka ekamiz deb qancha urinib, qancha yer tayyorladik. Hammasini shu Bobo dehqonlar kanaliga joylaganmiz. Oldingi videolarda kartoshka ekish, kartoshka yer tayyorlash, go'yin solish degan videolar qo'yganmiz. Qiziqqanlar kirib ko'rib, bundan oldingi jarayon, bundan oldin bugungadir qilingan ishlarda, kartoshka ekilgungadir qilingan ishlarni hammasini joylaganmiz. Qiziqqanlar bemalol o'tib ko'rishi mumkin. Hop, Rivero urug'imiz xudo xolasa chilgi urug' 60-70 kun bergan. Alloh nasib qilsa, mana bugun chislamiz 9 fevral bo'lyapti, xudo xolasa. 9 fevralda mana kartoshkamiz ekilayotgan bo'lsa, martdan hisoblaymiz endi. Aprelda oxiriga, mayda boshiga xudo xolasa kartoshkamiz pishadi. Mayda 15ida yerimiz bo'shaydi, xudo xolasa. Inshaalloh. Shunga harakat, shunga hisob-kitob qilingan, qolgani Allohdan, xudo xolasa sababini qilib boraveramiz. Dalamizda atmosfera o'ta kuchli. 1,5 gektarlik yerga 7,5 tonna urug'ni ekish jarayonlari, xudo xolasa. Ko'p urug'ni ko'proq sarib bo'layotgan sababi ham mana shu. Mana bitta katta urug'ni 2 ga bo'lingan xolos, 3 ga, 4 ga, 5 ga bo'linmagan. Bitta sababi shu Rivera degan urug'imiz bo'lganda yoqtirmas ekan. Shunaqa sort ekan.
shunaqa nav ekan. Mayli. Shunaqa bo'lsa ham eng kattalarini biz bo'ldik baribir. Bo'lib ekyapmiz. Xo'p, videoning davomini xudo xolasa salafan yopish jarayonida olamiz, bobodaqonlar. Bo'lmasa men ishni boshladim. Traktorda o'zim, rolda o'zim xudo xolasa. Traktor zo'r ish beryapti. O'ta chiroyli ish ketyapti. Juda ham go'zal. Bizda bitta xatoyimiz shu molani molamday bo'lib turib bosyapti. O'zini og'iriga bosyapti-yu, lekin juda oshiqcha bosib olmayapti. Biz o'ylagan darajada bosib olmayapti. Mayli, shunisi ham yaxshi. Hozir ancha tepadagi urug' tepasiga tuproqni zishligini ancha ta'minlab beryapti, xudo xolasa. Mana qaranglar, qanaqa go'zal holatda bo'lib qolyapti. Katta ekish jarayonlarimiz. Allohim adashtirmasin. Bunaqa bir nima edi, bir chiroyli dehqonchiliklarni qilib xalqimizga poloz ekinlari, sabzavot ekinlari, mevalar yetkazib berishlikni hamma bog'bonlar va dehqonlarga nasib qilsin. Hech kimi halol harom bo'lmasin, hech kimning mehnati zoya ketmasin. Boshlar bo'lmasin. Sal boshlash. Bobo dehqonlar kilonkalarni mana tortish ham boshlandi. O'zim operator, o'zim traktorchi, o'zim dehqon deganda mana xudo xolasa bir 50 sotik joyini salafanni ham yopib bo'ldik. Ayollarni ham endi qo'li keldi. Eplasholmayotdi, endi mana eplashib qoldi. Xudo xolasa endi mana ekib tikib oldik. Yog'i endi Allohdan, tabiiy ofatlardan Allohim o'zi eson-omon saqlasin, duo qilib qo'yasizlar. Batafsil videoda endi xotirjam ekib olib, keyin endi batafsil video qilamiz, xudo xolasa, inshaalloh. Bularga mana 1,5 gektarga necha kilo urug' ketdi, necha kilo kilonka ketdi, nechta odam bilan ekildi, tikildi. Ular qancha rasxod bo'ldi ekilgungacha. Hammasini xudo xolasa sekin ekib tikib olgandan keyin hamma ma'lumotlarni beramiz, xudo xolasa. Telegram gruppamiz bor. Bobo dehqonlar degan. Qo'shilmaganlar mana videoning tagiga silkasini qo'yib qo'yaman. Bobo dehqonlar gruppasiga qo'shilib olsalar ham, xudo xolasa dehqonchilik sirlaridan xabardor bo'lib turasizlar. Подписка bo'lmay ko'rayotgan YouTube ishqibozlar, dehqonchilik ishqibozlari podpiska tugmani bosib, layklarni bosib, kommentariyalarda bizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umidamiz. Xudo xolasa keyingi videolarda yana ham batafsilroq, yana ham tushunarliroq qilib, hozir ish jarayonida endi qo'ldan kelgancha endi taldan-tutdan qilib olib beryapmiz. O'zi asosiysi mana shu 3 metrlik kilonka 76 lik agatda 3 tasini yopyapti. Yana mana shu holatda olib ketyapman. 3 metrlik kilonka halqat-halqatga ozgina o'rtasha mana qilib yopilib ketyapti. 3 ta agat yopyapti. 76 likdan 3 tani yopyapti 3 metrlik kilonka. Ish holatda mana bu dehqonlar. Xolasa ishlarimiz yaxshi. Allohga shukr, alhamdulillah. Biz yana traktorchiligimizni davom ettiramiz. Operatorlikni qilib bo'ldik. Traktorimiz zo'r ish berdi. O'zimizni qilgan ishlarga yarab turib qollarga shu yaxshi ish berdi. Sredinlarini butun qo'ydim, mana bu yerda kesilmagan 20-25 santimetr oraliqda
1 metrga 5 ta 6 tadan urug' tushdi. Videolarimizni Farg'ona viloyati Toshloq tumani Sakin shaharchasi Boyqo'l mahallasidan olyapmiz. O'zimizni mahalladan, o'zimizni dehqonchiliklardan, o'zimizni yerdagi dehqonchilik olinyapti. Bu yerlarga oldin bunaqa karam, bunaqa kartoshka ekilmagan. Birinchi yil ekilishi Xudo xolasa. Karamlarimiz ham ancha o'zini tutib qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.